inshaalloh har bitta yaqinimizga, har bitta yaqin olganimizga inshaalloh nasib qilsin. Mana qarang, sizlar bilan ulashmasam bo'lmas edi. Yangi Genesis G90 ni под заказ, именно под заказ полностью night qilingani, lobigacha o'zi O'zbekistonga lobiga tonirovka bilan kelgan, eshiklari og'irlashtirilgan. Mana qarang, voy shunaqa niyat qilib qo'ydim. Shunaqa chiroyli mashina. Allohim har bitta yaqinimizga nasib qilsin shu mashinadan. Mana shunaqa ataman колесиденье, multi rul. Mashinani ichida yo'q knopkani o'zi yo'q. Потолок именно ikkiga bo'lingan. Oldi lyuk, orqasi panorama, полностью alcantara. Allohim nasib qilib, oilamni, ahlimni olib yurish nasib qilsin. Mashina juda ham go'zal. Mana qarang. Mana yo'q narsani o'zi yo'q mashinani ichida. Allohning izni bilan o'tirasiz. Mana qarang. O'zi eshikni ochadi, o'zi eshikni yopadi. Mana prosta tushdi, o'zi eshikni yopadi. Hamma narsasi bor. G90 ni именно night paketi. Inshaalloh hamma yaqinlarimizga nasib qilsin. Bu to'yliga chiqib yurgan anaqasidan emas. Bu именно boshqacha, hamma narsasi bilan boshqacha. Полный night qilingan, eshiklar og'irlashtirilgan, o'sha davochik, prisoska hamma narsasi bor. Kimga shunaqa mashinalar kerak bo'lsa, inshaalloh murojaat qilaverasizlar. Baba professional biladi. Qanaqa mashina kerak bo'lsa, inshaalloh olib kelib beramiz. Joninglar sog' bo'lsin.